Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Men Becomix brendining asoschisi Bekzod Baltaboyev bo'laman. Bu videomiz ish to'g'risida bo'ladi. Bizning Becomix kompaniyasidan 2 dana ishchi xodim kerak bo'lib turibdi. Bu ishchi xodimlar nol yo'nalishlarda kerak. Hozir men sizlarga batafsil tushuntirib o'tib ketaman. Biz ishlab chiqarish bilan qurilish materiallari ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda 5 xil mahsulot ishlab chiqarib turibmiz. Travertin mahsulotlarimizni ishlab chiqarib turibmiz. Travertin lak mahsulotlari bor 2 xil kadakda 5 kilolik, 10 kilolikda bo'ladi. Keyin emulsiya mahsulotlari bor 4 xil kadakda bo'ladi. Gruntovka mahsulotlari bor, keyin puvakili mahsulotlari bor. Hozirgi kunda 5 xil mahsulot ishlab chiqarib turibmiz. Bizlara savdo agenti kerak. Shu ishlab chiqarib turgan mahsulotlarimizni qurilish mollari do'konlarına xizmatlara girib, xizmatlara girib, ishlab chiqarib turgan mahsulotlarimizni taklif etib, do'konchilarga taklif etib sotishi kerak bo'ladi. Biz o'zimiz ishlab chiqarib turgan mahsulotlarimizdan tashqari Toshkentdan kelib do'konlarga optim tarqatadigan narsalarimiz ham bor. Bular endi valik, malarni chotka, endi skochlar, har turli skochlar, keyin xudo xolasa tez endi shpatellarimiz kelayotir. Shu narsalarni qo'lina katalog tayyorlab beramiz. Bizning ishlab chiqarib turgan mahsulotlarimizning oldirib optim sotib turgan mahsulotlarimizni xo'stovar do'konlarga girib, shu mahsulotlarimizni taklif etib sotishi kerak bo'ladi. Savdo agentimizning vazifasi. Savdo agentimizdan talab etiladigan narsalar bor, lekin o'zini mashina bo'lishi kerak. Обязательно o'zini mashinasida girib, aylanib do'konlarga har bir do'konga girib, vajlarni tavsiya etib sotishi kerak bo'ladi. Pravasi bo'lishi kerak bo'ladi. Talab etiladigan narsalari, masalan, halollik, masalan, chestni, chotki ishlayman degan bolalar bo'lsa, ishga taklif etamiz. Yana nima aytamiz? Masalan, hozir ishni yana tushuntiradigan bo'lsak, chiqarib turgan mahsulotlarimizni do'konlarga girib, bugun masalan yana 4 kun aylanadi. 4 kun do'konlarni har do'konga girib, shuni mahsulotlarimizni taklif etib, qaysi do'konga nima mahsulotimiz kerak, zakaz olib, bizlar zakaz tashiydi. Bizlar ertangisi dostavka etib beramiz. Masalan, bugun 4 kun aylangan bo'lsa, ertang Bo'stonni aylanadi. Arg'i kuni Berunini aylanadi. Ularga kuni Urganch, Xazaris ishini ketaveradi-da. Masalan, ma'lum rayonlari bor. Shularni aylanib, bizlarga zakazni olib beradi savdo agenti. Bize şu zakaz orqali ertangisi dostavka etib beramiz. Shuning uchun o'zini mashina bo'lishi kerak, pravasi bo'lishi kerak. Agar shu savdo sohasida ishlab ko'rgan bolalar bo'lsa, savdo agenti bo'ladigan bo'lsa, tajribasi bo'lsa, dimom yaxshi, dimom zo'r. Yo'q, agar bu sohada ishlamayapman, lekin gapa so'zga chaqqan, ko'zidan o't yonib turgan, masalan, ishga qiziqdim men, ishlayman degan bolalar bo'lsa, ular ham ishga taklif etaveramiz. Agar ishlab ko'rgan bo'lsa, dim yaxshi, yo'q, ishlamagan bo'lsa, qiziqishi bo'lsa, ular ham ishga olaveramiz. Agar suhbat asosida bo'ladi. Lekin talab etiladigan yana bir narsasi, bizlara 3-4 oylik, 5 oylik, 6 oylik временный xodim kerakmidi. Bizlara shu постоянный ishlayman, shu uy yonida yurib, masalan 7-8 million oylik, 9-10 million oylik olaman, shuma bo'ladi, shoda yurib ishlayman degan bolalar bo'lsa, постоянный ishlayman degan bo'lsa, lekin bizlarga murojaat etsa, vaqtincha 2-3 oy ishlab ketib yo 1 yil ishlayman deb vaqtincha ishlayman degan bo'lsa, bu kerakmidi. Bizlarga постоянный ishchi kerak. Endi oylik maoshina keladigan bo'lsak, 4,5 million stabilniy oylik beramiz. 4,5 million oylik beriladi. Keyin sotgan mahsulotidan necha so'mlik savdo etganidan foiz beriladi. 4,5 million oylik sotgan pulundan foiz beriladi. Har bir narsadan addini o'ziga yarasha foizi bor. Bu birinchi savdo agentimizning narsa, talab etiladigan narsalari, bizning taklif etib turgan narsalarimiz. Endi ikkinchi ishchi o'rnimiz bizlara dizaynerga o'xshagan, masalan, ArtCamp degan dastur bor. Kompyuterda, короче, biz endi narsalarni ishlab chiqaramizda, penoplastdan bo'lgan har turli fasadni narsalarni, endi fasadni ug'illarga qo'yadigan, endi karnizlarni, endi oynalarni her türlü aynaların üstlerini, bular hammasi penoplastdan bu. Emin tushirib bering. Yine masalan işi bir aynalar hammasi penoplastdan kesilgan bo'ladi, üstüne sepiladi. Короче, mindi kompyuterda shu narsani chizmasini chizadi, kompyuterda chizmasini chizadi, kerak narsani chizmasini chizadidan buyruq beradi. Kompyuter sim yordamida katta penoplast blok keladi mindi. Shu blokdan kerak buyurgan narsani kesib beradi kompyuter. Shu narsani buyurgan bo'lsang, shuni kesib beradi, buni buyurgan bo'lsang, buni kesib beradi. Bizlar shu dizaynerlikdan xavari bor, chizmachilikdan xavari bor, shu ArtCamp, Cover Drive, so'ng navadi, arg'inavada arg'isinadi.
artıq ham ish qilib shunday dasturlar chizmachilik bilan ishlanadigan dasturlardan xabari bor bolalar bo'lsa bizlarga murojaat etaversin. Masalan, bundan liboy narsa chizsa bo'ladi. Masalan, kellasida fantaziyasi bo'lsa, masalan, shu narsani ham chizsa, penoplast chiqarib beradi. Xohlasan, buni buyursam, buni chiqarib beradi, buni buyursam, buni chiqarib beradi. Shuning uchun dizaynerlikdan yaxshi bo'lishi kerak, kellasida fantaziyasi yaxshi bo'lishi kerakdan. Shuning uchun bizlarga shu dizayner, chizmachilikdan xabari bor, kompyuterda ishlashni biladigan bolalar kerak. Buni oyligini keladigan bo'lsak, bu chizmachilikda ishlaydigan bolamizning oyligi 3,5 milliondan boshlanadi. Xudo xolasi ishni o'rganib olib ketgandan so'ng yana kutaraveramiz. Dalshi 2 dana ishchi xodim kerak bizlarga. O'zimning ustimda ishlayman, o'saman, shu uy yonida yurib, 4 yil yurib, normalniy pul topaman degan bolalar bo'lsa, bizlarga murojaat etaveradilar. Lekin bizlarga vaqtinchalik ishchi kerakmaydi. 2-3 oy ishlab yo 1 yil ishlab ketaman degan niyatda bo'lsanglar, bizlarga murojaat etib yurmanglar. Bizlarga shu postoyanniy kollektivda ishlayman, shu uy yonida yurib, normalniy pul topaman degan bolalar bo'lsa, shu talablarimiz bor, shunga qiziqadigan bolalar bo'lsa, bizlarga murojaat etaverasizlar. Xudo xolasa birgalikda ishlaymiz, birgalikda o'samiz, shu xalqning xizmatida turamiz. Qo'ldan kelgancha tushuntirdim deb o'ylayman. Hurmatli yurtdoshlar, murojaat etaverasizlar. Telefon nomerlarimizni qo'yamiz. 100% tanlov asosida tanlab olinadi ishchi xodimlarimiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Agar tushuntirib bilmagan narsalarim bo'lsa, telefon nomerlarimiz bo'ladi. Telefonda bemalol gaplashaveramiz. Hurmatli yurtdoshlar, hammaga yaxshi kayfiyat.